Bola 7 oylik ekan, asrab qolamiz. Lekin xotiningizni Yana birgamisizlar? Durdona opa, nimaga unaqa deysiz? Biz sizni ko'rgani keldik. Birinchi xotini bilan ajrashib, keyin turmush quradimi? Ajrashmasdan ikkinchi ayol oladimi? Farqi yo'q ekan-a? Birinchi baribir birinchi. Ikkinchi esa ikkinchiligicha qolaverar ekan. Durdona opa, Gapimni bo'lmang. Yana ozgina sabr qilganinglarda hammasi yaxshi bo'lardi-yu. Nimaga endi sizlarni besabrliginglarni deb meni bolam aziyat chekish kerak? Durdona. Begim, sizga bitta haqiqatni aytmasdan keta olmayman. Ularga bor haqiqatni ayting. Begim, shu xonada sizni 2 ta farzandingiz bor. Biri 7 oydan beri ota mehrini his qiladi. Ikkinchisi esa deyarli 9 oydan beri ota mehriga zor. Diyorani qornidagi bola.